12. Meş'aril Haram, Muzdalife. Arafat'tan qaytqan çığınlarda, Meş'ari Haramda, yani Muzdalife'de Allah'ını yad etinglar. Allah sizlarni hidayet qilganligi uchun uni yad etinglar. İlgiri sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Yani Allah sizlarni hidayet qilishdan ilgiri gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. 2. sura Baqara 198-199 oyatlar. Arafatda ma'rifatga ulaşding. O'zing bilan yuzlashding. Rabbingga yuragingni ochding. O'z-o'zingni tanqid qilding. Niqoblaringni elib tashlab, o'zingning haqiqiy yuzingni tunuding. Arafatda qiyomga turding. Rahmat tig'ini qiyom markazi qilingan Ka'ba bilan o'zingning soyisida Rabbingni rahmati bilan da'vat qilding. Amdi rahmat yüklük bulutdek ikkinchi qiyomini amalga oshirish uchun, bayram kechisini o'tkazish uchun Makkaning qora zuluflarida yer olgan Muzdalifaga qarab yo'lga chiqishing kerak. Untuma, safar davom qilyotidi. Ya'ni jihad davom qilyotidi. Hazrati Muhammad alayhisalomning izida ketyapsan. İzlaring uning iziga orlishidir. Dualarың uning duasiga singib ketadi. Uning Muzdalifada kelib turgan Meş'aril Haramda senmi tursan. Arafatda qasam qilgan kunduzni, quyoshni, kunning petishini o'zanga shohid qilgan eding. Hozir yana Qur'onda u to'g'riliq qasam qilingan, qorong'i bo'lganda kechini, oyni va fajrni o'zingga shohid qilasan. Yani insan ömrünün kichikiltilgan modeli bo'lgan bir kunning barliq vaqt bo'laklarini va vaqtlarini qiyomda turishga shohid qilasan. U shundoq bir kun ediki, kechisi qabra, sahari yangidan tirilish, tushdan burun mahshar, tushdagi hisob, tushdan keyin bo'lsa mukofot yoki jazodir. U shundoq bir kunki, insoniyat dostonining qisqartilmasidir. U shundoq bir insoniyatki, hayotlikning safarini bir kunning atdigan tarafida Odam alayhissalom bo'lib boshladi. Tushdan burun Nuh alayhissalom bilan, tushda İbrahim alayhissalom bilan, tushdan keyin bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan davom qilib, zavol vaqti, ya'ni kun o'ltiradigan vaqtga qiyomatga yaqinlashdi. Amdiki vaqt tushdan keyin, ya'ni insoniyatning oqshimiga ozli qoldi. Tushdan keyingi vaqtning insoni ozg'un zamonlarning insoni, zamonaviy ezishning qurboni nima qilsin? Val asri, asr bilan qasamki, innal insona lafi xusrin. Hiç şübihsizki insaniyet ziyan içidedir. İllezine amenu ve amilus salihati ve tevessev bil haqqi ve tevessev bis sabri. Faqatla iman etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan va bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa. Faqatla iman etganlar, yaxshi solih amal qilganlar, haqni va sabrni bir-biriga tavsiya qilganlar buningdan mustasnodir. 103 sura Asr 1, 2, 3 oyatlar. Arafatdan oqqan 2 putluq rahmat kelkuni Makkaning qora zuluflaridan yer olgan Qozoh tig'ining etaklaridagi Meş'aril Haramda qiyomga turdi. Meş'ar ya'ni anqirish yeri, bilish coğrafiyasidir. Angmu, shiarmu, she'rmu o'xshash ma'na sohasi ichiga kiradi. Sha'airidin so'z qilgan Qur'on
hajning faoliyatlari uchun shior uqumini qo'llangan edi. Shior ya'ni simvol. Shundaq haj bir simvollar jamgoyidir. Har bir simvol bir narsaga simvol qilinadi. İhram, haram, miqat, arafat, mash'ar, mina, vaqfa, turish rahmatdigi. Jamralar, shaytonga tosh etiladigan yer. Kaaba, Hajarul Asvad, tavof, say, maqom, Safa va Marva hammasi Allohning biz insonlarga belgilab bergan haj ibodatining simvollaridir. Mutlaq har bir simvol bir narsaga simvol qilinishi kerak edi. Bular bir insonning badaniga o'xshaydi. Bu badanning bir ruhi bo'lishi kerak edi. U ruh bo'lmasdan qilingan haj ruhsiz bir jasadga aylanadi. Hajning haj bo'lishi simvollardan tarkib topgan bu badanda simvol qilingan ruhga ega bo'lish va bu ikkisini birlashtirish bilan bo'ladi. Undaqda buni qandoq amalga oshiramiz? Shundaq. Mash'aril haram yig'iladigan yer. Bu simvollarga ruhni kiydirish uchun bekitilgan bir bekat edi. Bu bekatlarning haqqini bermay o'tganlar qilgan ishning sirg'i erisholmaydi. U holda mash'arda cho'qim ong'i yetishimiz kerak edi. Shundaq aytamizki, ong bo'lmagan bilim va harakatning nima qimmati bo'lsin? Undaqda mash'aril haramda nimani tushunib yetishimiz kerak? Oldi bilan mavjudot eng'iga bu tushunchaga yetish bor ekanligini tushunish orqali bo'ladi. Arafatda o'z mavjudligining ma'rifatiga erishishi kerak bo'ladi. Amdilikda men kim, nimishqa mavjudman, nadin keldim, nega borman degan savollarga javob beriladi. Mavjudlik eng'i Allah tushunchasiga elib bordi. Allah ya'ni tafakkur, inson Allah deyishning tushunish ekanligini, Allahsız bir hayatning ma'nosiz bir hayot ekanligini tushunib yetadi. İnson hayotiga, dard alamlariga, suyunishlariga ma'na bergan yegona zotning Allah ekanligini tushunib yetganida taqvolik o'zligidan shakllanadi. Taqvo ya'ni mas'uliyat eng'idir. Bu mas'uliyat kimiga nisbatan? Albatta oldi bilan Allohga va Allah uchun o'zining shaxsiyatiga, yaqinlariga, oilasiga, jamoatiga, narsalarga va tabiatga qarta bo'lgan mas'uliyat eng'idir. Mana bu tushunchaning asosidir. Bu asosdan yuksalgan ong bo'lsa, subyektiv va obyektiv ichidagi va teshidagi har narsani o'zininkidek o'ylab qoladi. Ularning har birining o'z o'rniga tushganligini farq qiladi. Ularni qo'yilgan yerdan yo'tkib etish orqali ham o'ziga ham shu narsaga zulm qilmaydi. Yerdan ilib etilganlarni asli o'rniga akilib qo'yib, hikmat agar uning oldida to'salg'i bo'lsa, uni yo'qotadigan jihad eng'idir. Ongning g'albisi ma'nisizlikning yo'q qilinishidir. Ongsizlik ahvoli ko'rilsa, butunlay ma'nisizlikning qimmatga ega bo'lib qolganligidir. Ya'ni ma'nisizlikning natijaga erishib qolganligidir. Ma'nisizlikka mahkum bo'lganlar hech bir narsaning haqiqiy o'rnini, haqiqiy qimmatini, haqiqiy holatini va haqiqatini tushuna olmaydi. Payg'ambarlar ong elchilaridir. Ma'nisizlikka qarshi urush qilib, hayotga ma'no qo'shishda insonlarga rahbar bo'lgan edi. Kitoblar ongning kalimalarida ifodalanadi. Ibodatlarning maqsadi insonda ma'lum bir ongning uyg'onishiga tuhfa qo'shishdir. Qisqacha din insoniyatga tushuncha bag'ishlaydigan alohida bir muassasadir. Qur'oniy va islomiy tushunchalar doimo ongning o'lchamlaridir. Tavhid mavjudlik eng'idir. Zikr Allah tushunchasidir.
ibodat qulluq tushunchisidir. Adolat oxirat tushunchisidir. Vahdat birlik ummat engidir. Arafat vatan tushunchisidir. Makka coğrafya tushunchisidir. Madina davlat tushunchisidir. Paklanish yo'lining Arafatdan keyingi ikkinchi bekiti bo'lgan Mashairil Haramda shafaqqa yaqin vaqfa qilgan, ya'ni turish buyrug'ini o'rinlagan mo'min bu zaman tanlashi Qur'ondagi sahar yaqin emasmi? 11-sura Hud 81-oyat degan uchurni bergan ma'nini ifodalagan bo'ldi. Kecha naqadar qorong'u va uzun bo'lishidan qat'iy nazar, bu har kechining bir sahri bo'ladiganligiga bo'lgan ishonchining tilga elinishidir. Tağlar naqadar cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, yo'llarning uning ustidan oshadiganligining belgisidir. O'zi uchun Arafatdek bir qalbi poklanishdan keyin mash'ar kabi bir zehni poklanishning haqiqiy bir tushunchaga ega bo'lganligiga berilgan bishoratdir. Mana bu haqiqiy bayramdir. Bayram kishining irponga va tushunchaga uchrashgan kunidir. O'zi bilan va Rabbi bilan tanishgan va bilishgan har kimga va har narsaga qarta mas'uliyat engida bo'lgan biri uchun urush boshlamay turib g'alabaga erishish demakdir. Chunki bundaq birini hech bir shaytoniy kuch yengolmaydi. U hozirdan boshlab bu g'alabasini tabriklasa bo'laverdi. Payg'ambar alayhissalom Mash'arda vaqfiga turgan edi. Ammo Sahih Muslimda tilga ilingan bir hadisda Muzdalifaning har yerining vaqfa mahallasi bo'lganligi aytilgan. Aqaba jamrasiga etiladigan, ya'ni Minoda tunji jamraga etiladigan 7 tal toshni Muzdalifadan terib olishimiz kerak. 2, 3 va 4 kuni otadigan shig'il toshni Muzdalifadan terib olib, yomonliklarni 4 kun sur to'qay qilgudek, urushga yetgudek qurol yarog' bilan oldingi safga qaytishimiz texmi foydaliqdir. Shaytonning shaxsiyatiga, barliq shaytoniy his tuyg'ularga, turutkilarga, moyilliklarga, seg'inishlarga, ideologiyalarga, shaxs va atrofimizga simol xarakterlik atmoqchi bo'lgan shig'il o'qlarning cho'ngligi nuqtdan cho'ngroq bo'lishi kerak. Simollik shaytonga tosh etish faoliyatida simolni haqiqat deb tasavvur qilib tosh etish jarayonida insonlarga arziyat bergan kishilarni Rasululloh dinda oshirayotgan biri oshqun deb ta'riflagan. Endi bayram va urushni birlikda boshdan kechirish uchun Minoga yurish qilsang bo'ladi. Sen islom qo'shinining bir nafar a'zosisan. O'z tuproqlaringga vakolatan bu yerdasan va bu mahshar yo'lini faqat o'zing uchun mangmading. Yurting, yaqinlaring, do'stlaring, zimining va a'zosi bo'lgan ummat uchun mangding. Duolaringga ularning hammasini qatding. Yurikingda 100 millionlagan qarindoshlaringning sevgisi bo'lgan holda yurding. İbrahimning yurgan yerlardan yurvatsan. Sen bir tomchi eding. Okeanlarga qetilding. Endi men okyanusman deyish haqqiga ega bo'lding. Ma'rifat va ong'i ega bo'lgan birining qiladigan tunji ishi do'sti va dushmanini tonimoqdir. Senmi Arafatda ma'rifatga, Mash'arida ong'a erishkiningga qaraganda buningdan keyin bularni toniy oladigan bo'lding. Dushmaning bilan urushib, do'sting bilan tanishsan. Urush qilish uchun o'q dorilaringmi tayyor. Qani tez bo'l. Undaqda sening navbating keldi. Minoga qarab yo'lga chiq. Minoga qarab yur. Shafaqdagi harakatingni boshlagin.